Talaba Tara Westover Amerika Qo'shma Shtatlarining Aydaho shtatida tug'iladi. Onasi esa doirlik qilib giyohlardan damlamalar tayyorlash bilan shug'ullanadi. Tara Westover mormonlar jamiyatiga mansub. Talaba Tara Westover 2018-yilda kitobxonlar e'tiboriga taqdim etilgan va o'sha yilning o'zida Amazon tomonidan 2018-yilning eng yaxshi kitobi deya nomlangan. Amerika Qo'shma Shtatlari sobiq prezidenti Barack Obama va Microsoft asoschisi Bill Gates tavsiya qiluvchi 100 ta kitob ro'yxatidan ham joy olgan. 2019-yilda Times jurnalining 100 ta eng nufuzli insonlar ro'yxatiga muallif kiritilgan. Bugungi videoda ushbu kitob haqida va kitob muallifi haqida ma'lumot berib o'taman va albatta shu bilan birgalikda kitobdan olgan taassurotlarimni sizlar bilan birgalikda ulashaman. Hozircha shular va video spoilerlardan xoli. Albatta bu video shunchaki sizni kitobga bo'lgan qiziqishingizni orttirish maqsadida tayyorlangan. Bu kitob Educator sarlavhasi ostida boshda taqdim etilgan kitobxonlar e'tiboriga ingliz tilida va 2024-yili Asahi Books loyihasi doirasida o'zbek tilida birinchi marta talaba sarlavhasi ostida chop etilgan va bu kitobga qiziqishim qanday paydo bo'lgan. Bu adashmasam yanvar oylarida o'tgan shu yilning yanvar oylarida bitta Telegram sahifani kuzatib turib ushbu postga ko'zim tushgan. U Bekzod Alimov Telegram sahifasi edi. Bu yerda ushbu kitob haqida 2019-yilda sharh joylangan edi va ushbu postni sizlar bilan ulashadigan sizlarga o'qib beradigan bo'lsam. Xo'p. Tara maktabga bormagan holda ota-onasidan berkinib, o'zi o'qishni va yozishni o'rganadi. O'zi yashash uchun kurashadi. Maktabga bormaganligini sir tutgan holda oliygohga o'qishga kiradi. Talabalik vaqtida berilgan imkoniyatlardan foydalanib, Cambridge universitetida PhD darajasi olishgacha yetib boradi. Bu kitobni yig'lamasdan o'qish qiyin. Xulasa mana talabalarga motivatsiya, abituriyentlar bu kitobni olib o'qish kerak. Sababi bu bakalavrdan shunday doktorantura darajasini olishgacha bo'lgan talabani hikoyasi. Yo'q, xulosa chiqarishga shoshilmang deb qolardim. Sababi bu kitob aytib o'tilgan ma'lumotlardan ko'proq narsani o'z ichiga oladi. Shular qatorida ota-onani farzandga bo'lgan tazyiqi, ularni fikrlashi va boshqa oila a'zolarini kenja farzand bo'lgan Taraga muomalasi. Bu kitob siz o'ylamagan darajada ko'p narsa bilan sizni tanishtiradi. Albatta bular ichida mormon jamiyati ham bor. Kitob muallifi Tara Westover 1986-yilda Amerika Qo'shma Shtatlarining Aydaho shtatida tug'iladi va u kasbi yozuvchi, tarixchi va 2018-yilda ushbu tahlil qilayotgan kitobimizni kitobxonlar e'tiboriga taqdim etgan va u 8 farzandli oilada ulg'aygan. Otasi o'zining diniy talqinlariga qat'iy e'tiqod qilgan. Tara o'z bilimi va intilishi bilan o'zini o'qitib 17 yoshida
Brigham Young universitetiga kiradi va universitetga ACT Amerika testini topshirib qabul qilinadi va u keyinchalik Garvard universitetida tahsil oladi. 1 yillik Cambridge universitetida esa tarix bo'yicha doktorlik darajasini oladi. Va shular. Kitob muallifi Tara Westover mormonlar jamiyatiga mansub va bu narsa mani kitobga bo'lgan qiziqishimni yanada orttirgan. Sabab mormonlar jamiyati bilan universitetimizda bitta ma'ruzada tanishganmiz va ularni yashash tarzi mani juda hayratga soldirgan. Sababi ular farzandlarini o'qishga bermaydi va ko'pgina texnologiyalardan foydalanishni rad etadi va shu kabi holatlar. Va ular haqidagi bir nechta ma'lumotlarni sizlar bilan yana ulashadigan bo'lsam. Mormonlar deb ataladigan diniy guruh aslida oxirgi kun avliyolari cherkovi, qisqacha LDS cherkovi a'zolaridir. Ular odatda mormon deb ataladi, chunki ular mormon kitobi deb nomlangan muqaddas kitobga e'tiqod qiladilar. Bu kitob Bibliyaga qo'shimcha ravishda e'tirof etadi va Iso Masihning qadimiy Amerikadagi izdoshlari haqida hikoya qiladi. Va bu jamiyat asoschisi Joseph Smith 1805-1844 va tashkil topgan yili bu 1830 Amerika Qo'shma Shtatlari New York shahri. Asosiy muqaddas matnlar bular Bibliya, Mormon kitobi, oq va qimmatbaho marvarid, doktrina va ahdlar va shu kabi narsalar va ular haqidagi bir nechta qiziqarli faktlar. Mormonlar har yili minglab yoshlarni butun dunyoga missionerlikka yuboradilar, ya'ni mormonizm dinini targ'ib qilishga. Ular yakshanba kunlarini ibodat, oila va dam olish kuni deb hisoblashadi. Xuddi bizada juma kuni kabi. Ularda yakshanba kuni. Katta e'tibor oila va hamjamiyatga xizmat qilishga qaratilgan. Va mormonlar haqida ma'lumotlar shulardan iborat. Tara Westover kitob qahramoni o'zi katta oilada tarbiya topgan va uning oilasi haqida ozgina tasavvurga ega bo'lishingiz uchun kitobning ushbu qismini sizlarga o'qib bersam. Tara ajabtovur muhitda ulg'aygan. Dadasi mormon e'tiqodiga sodiq, dinni hamma narsadan ustun ko'ruvchi odam. Onasi esa doirlik qilib giyohlardan damlamalar tayyorlash bilan shug'ullanadi va har qanday kasallikni, hatto saratonni ham dori-darmonlarsiz davolay olishni da'vo qiladi. Tara oiladagi boshqa farzandlar kabi tashqi dunyodan ihotalab qo'yilgan. Davlat maktabida o'qimagan va faqat ota-onasining ra'yiga ko'ra tarbiya topgan. Lekin unda akasi Taylerning beqiyos xizmati bilan ta'limga nisbatan qiziqish uyg'onadi va shu narsa uning hayotini butkul o'zgartirib yuboradi. Xullas, bu oilada maktabga hech kim bormaydi. Oilada 7 ta nafar farzand bo'lishiga qaramay, maktab avtobusi ularni uyini chetlab o'tadi. Sababi Taraning otasi maktabga miyani sehrlab tashlovchi yoki yuvuvchi omil sifatida qaraydi. Hatto u 2000-yilgacha Y2K safsatasiga ishonib yashaydi. Ya'ni 2000-yil bu dunyoni oxiri. Ya'ni o'shandan keyin yer yuzi, butun bir koinot portlab oxir zamon keladi deb o'ylaydi. Va o'shaning uchun Tara tug'ilganidan keyin ham butun oila o'sha oxir zamon hodisasiga
tayyorlanib yashaydi. Ya'ni o'sha davrda oziq ovqatlar tanqis bo'lishini bilgan holda omborxonaga qanaqadir mahsulotlarni, bankalarni, tuzlamalarni jamlab yoki o'qdonlar, mashina uchun yoqilg'ilarni jamlash bilan band bo'ladi, bitta qilib aytganda. Va onasi ko'rganingizdek doya va bitta hodisadan keyin u o'zini qanaqadir kuchga ega deb o'ylaydi. Bu qo'lini shunaqa qilgan holda har qanday kasallikni davolay olishga bo'lgan ishonch. Tara shunaqa oilada tarbiya ko'radi. 7 farzandning eng kichigi. Ulardan 4tasi guvohnomaga ega, tug'ilganlik haqidagi guvohnomaga ega va 3tasida bunday hujjat umuman yo'q. Va shu bilan videoga yakun yasayman. Bu kitobga bo'lgan qiziqishingizni qanchadir ma'noda oshirdim deb o'ylayman va albatta kitobni mutolaa qilib bo'lgandan so'ng ushbu videoni izohlarida o'z qarashlaringizni yoki qanaqadir taassurotlaringizni ulashib o'tishingizni so'rab qolardim. Hammaga rahmat. Sizlar bilan Feruzbek Pirmatov bo'ldi.